Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz Hazaras 24 informatsion dasturini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan yaqin fursatda men Rahmatova Gulyora va Gulziyo Qasimbayeva. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan yuksak g'oyaga asoslangan islohotlar tumanimizda tizimli tarzda davom etmoqda. Yuqori Shovot mahallasida tuman hokimi Maqsudbek Abdullayevning fuqarolar bilan sayyor qabuli tashkil etildi. Qabul davomida fuqarolarning ijtimoiy-maishiy masalalar yuzasidan talab va takliflari, ariza va shikoyatlari o'rganildi. Mavjud muammolarning aksariyati daxldor idoralar vakillari ishtirokida hal etildi. Shuningdek, muloqot davomida ko'plab fuqarolarga ularni qiziqtirayotgan masalalar bo'yicha huquqiy tushuntirish va maslahatlar berildi. Yoshlar mamlakat kelajagi. Ularning bilimli, barkamol va tashabbuskor bo'lib ulg'ayishi yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim omilidir. Hazoras tumanidagi Shovot mahallasida tuman hokimi, rahbar va yoshlar ishtirokida ochiq muloqot tarzidagi uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida yoshlarning muammo va takliflari tinglanib, ularni qiynayotgan masalalarga yechim topish, bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Tadbir savol-javoblarga boy, samimiy va ochiq muloqot ruhida o'tdi. Yoshlar o'z fikr va tashabbuslarini faol tarzda bildirib, mutasaddi rahbarlar tomonidan ularni hal etish yuzasidan tegishli choralar belgilab olindi. Bugun Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan Yevropa Ittifoqi moliyaviy ko'magida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi milliy ekotizimni mustahkamlash loyihasi doirasida mahalliy davlat hokimiyati organlari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Mazkur seminar davomida ishtirokchilarga halollik orollari metodologiyasi asosida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash, baholash hamda ularning oldini olish bo'yicha zarur bilim va amaliy ko'nikmalar berildi. Shuningdek, tashkilotlar faoliyatida shaffoflikni ta'minlash, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda manfaatlar to'qnashuvining oldini olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Seminar jarayoni savol-javoblarga boy, ochiq va konstruktiv muloqotlar asosida o'tdi. Ishtirokchilar mashg'ulotlarda yuqori faollik bilan ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan fikr va takliflarni bildirdilar. Mazkur seminar davlat boshqaruvi tizimida halollik tamoyillarini mustahkamlash, davlat xizmatlari sifatini oshirish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Hazoras tumanida 2025-yil davomida iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan 5 ta muhim driver loyiha muvaffaqiyatli yakunlanib, davlat budjetidan 3.9 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Bu haqda tuman hokimining birinchi o'rinbosari Jalolbek Rozimov shunday deydi. Tumanimizda 2025-yilda Zarbdor tajribasi asosida 5 ta loyihalar shakllantirildi. Ushbu loyihalar 2025-yilning o'zida ishga tushirildi. Bu Alisher Navoiy ko'chasida 1970-yillarda qurilgan ma'nan eskirgan 2 qavatli uylar o'rnida 7 qavatli, birinchi qavati noturar bino, ikkinchi 7-chi qavatda turar joy barpo qilindi. Xuddi shuningdek tumanimiz markazidagi Dehqon bozori o'rnida Shohsulton House MChJ tomonidan zamonaviy eko bozor qurib berildi. Bu zamonaviy eko bozorning atrofini obodonlashtirish va yo'llarni taxlab berish evaziga davlat budjetimiz tomonidan 2.2 milliard mablag' ajratilib, 2025-yilda driver loyihaga kiritilgan. Tumanimizdagi Muhammad mahallasida joylashgan Hazaras Diamond MChJ tomonidan ayollar kiyimlarini tikuvchilik sexiga olib boruvchi yo'lni 500 metr qismini asfalt qoplamasi asosida qoplab berildi. Davlat budjeti tomonidan 500 million mablag' ajratildi. Tumanimizdagi Sanoat mahallasida joylashgan Tibbiyot akademiyasiga qarashli bo'sh turgan binoda davlat xususiy sherikchilik asosida xususiy maktab va maktabgacha ta'lim klasteri tashkil qilindi. Ushbu driver loyihalariga jami 3.9 milliard so'm mablag'lar ajratildi va 2025-yilda ishga tushirildi. Xuddi shuningdek 2026-yilda ham 5 ta driver loyiha tanlab olganmiz. Ushbu 5 ta driver loyiha uchun ham 13 milliard mablag' ajratilgan.
Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda Hazorasp tumanida ham tizimli, ham izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tumanda zamonaviy sport inshootlari barpo etilib, mavjudlari bosqichma-bosqich rekonstruksiya qilinmoqda. Yoshlar uchun qulay va zarur shart-sharoitlar yaratilgani natijasida ularning sportga bo'lgan qiziqishi ortib, turli sport to'garaklari va musobaqalarda faol ishtiroki ta'minlanmoqda. Shuningdek, ta'lim muassasalari hamda mahallalarda sportni ommalashtirish, iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash, professional sportga yo'naltirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bu esa nafaqat yoshlarning jismonan barkamol bo'lib voyaga yetishiga, balki ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga ham xizmat qilmoqda. Bu haqda sport murabbiysi va yoshlar shunday deydi. Bunday sport maktablar barcha tumanda bor. Bu sport maktablar bepul sport jihozlari bilan ta'minlangan. Tumanimizdagi sport maktabda hozirgi kunda 21 ta sport turidan 51 ta trenerlarimiz mashg'ulotlarni olib bormoqda. 21 ta sport turiga 1588 nafar yoshlarni jalb qilganmiz. Bundan tashqari yengil atletika, taekwondo, muay thai, dzyudo, sambo bu sport turlarimiz ham O'zbekiston chempionlari, sovrindorlari yetishib chiqishmoqda. Taekwondo bu sport bo'yicha 5 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. O'zbekiston bo'yicha 2 karra jahon chempioniman. O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. Kelajakdagi maqsadim 2008 Olimpiada musobaqaga qatnashish va birinchi o'rinni olish. Biz yoshlar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz rahbariga kattakon rahmat. Muay Thai sport turi bilan 5 yoshimdan beri shug'ullanaman. Hozirgacha, xususan 2025-yil Abu Dabida bo'lib o'tgan nufuzli turnirda faxrli 2-o'rin olganman. Xuddi shu yili Qozog'iston Respublikasi Almata shahrida 1-o'rin olganman. O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. Kelajakda jahon chempioni bo'laman. Bahor yil fasllarining eng go'zal va takrorlanmas davrlaridan biridir. Bu fasl tabiatga yangilanish, inson ruhiga ko'tarinki kayfiyat va umid baxsh etadi. Bahor tabiatning eng nafis va uyg'onish fasli. Bu davrda yer yuziga yangi hayot kirib keladi. Daraxtlar kurtak yozadi, gullar ochiladi. Osmon esa yanada musaffo va yorug' tus oladi. Bahor inson qalbiga ham o'ziga xos iliqlik bag'ishlaydi. U umid, yangilanish va ezgulik faslidir. Har bir tongi qushlar sayrashi, mayin shabada va gullarning ifori insonni hayotga yanada mehr bilan qarashga undaydi. Bahor bu tabiatning tabassumi, hayotning yangidan boshlanishidir. U har bir yurakka quvonch, har bir uyga fayz va baraka olib kiradi. So'zimiz so'ngida barchangizga ana shunday go'zal bahoriy kayfiyat, tinchlik va ezgu tilaklar hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, Salomat bo'ling.